Jangda 3 ta narsa muhim: tana holati, chidamlilik va iroda kuchi. Doim shu narsalarga ishlash kerak. Menimcha, yomg'irli kunda Tayxun aniq oyoqlarini erkin ishlata olmasligi kerak. Shundagina usullarim bilan uni ura olamanmi? Lekin bu uni yenga olasan degani emas. Gapni buncha aylantirmasa. Shu etilgan narsalarni bajarganingda ham seni yutish imkoniyati atigi 5%. Unda nima qilay? Lekin imkoniyatingni 40% gacha chiqarib beradigan usulni bilaman. Buning yo'li kurasha olish. Jinursan, qopimni uzib qo'ydim-ku, qimmatga sotib olgan edim. Oyoqda kuchli bo'lgan MMA jangchilarga qarshi har doim kurashchilar yutadi. Hoziroq vaqtni ketkazmasdan buni ustidan ishlashni boshla. Zalga borish senga to'g'ri kelmasa yoki umuman mashq qilishga joy topa olmasin, xavotirga o'rin yo'q.